Assalamu alaykum. Bizani YouTube kanalımızı kuzatuvchilari, sizlarga bugun xudo xolasa kurtkilarimize, keyin shubalarimize, jempillarimizga, xullas skidkani ko'proq narsalarimizga qo'yib beramiz. Videoni diqqat bilan ko'rsanglar, zo'r narsalar sizlarga haqiqiy kelib olish arzuydan baholada zo'r skidkali video bo'ladi bugun. Xudo xolasa bir chetdan kurtkilardan boshlab beramiz. Kurtkilarimizni avval videolarimizda masalan shularni qo'yganman, bu yerda yozib modellarni yana ko'paytirdik. Bularning baholari o'zi 1.100.000 950.000 so'm sotildi bular. Hammasi 950-900. Shundan keyin sotilmagan kurtkilar bular. Uch pastki qatorni hammasini, misol uchun bu ichida ikki taraflama giyiladiganlar ham bor. Bu ichi boshqa, sirti boshqa rangda bo'ladi. Yana bu shuni sal boshqacharoq sveti, bu korishniy sveti, bular ham ikki taraflama giyiladi. Yana bu kurtkilar ham zo'r. Az bahosini ham aytaman hammasini. Şu o'rinda bir eslatib berik, dostavka masalasi butun O'zbekiston bo'ylab bor. Dostavka nechik bo'lishini hozir oxirida aytaman, videoni ko'rsanglar, batafsil tushuntiraman nima bo'lishini, nechik bo'lishini. Bu kurtkilarimiz ham zo'r kurtkilar, qalin kurtkilar bular. Bularning hammasini shu pastki qatorimizda aylanib, pastkilarni, pastda turganlarni bahosini 900.000 so'm sotilgan aytganim, eng kami sizlar uchun 700.000 so'm hammasi podryad. Bir qator 700.000 so'mdan ichida misol uchun eng ko'p sotilib turgan, trend bo'lib turgan Lasagradalar ham bor. Bularning razmerlari 48, 50, 52 shunday razmerlari bor. Ayrimlarida 56, 54lari bor. Hammasidan qo'ldan kelgancha sizlar tezroq kelishlaringizga qarab razmer topib berishga harakat etamiz. Keyin bu modellar ham bor, buning ichida bu ham Lasagradadan sirt tikilgan. Bular sifatlari ham zo'r. Baholari yozilgan. Bundan burungi videomizda 1.100.000 950.000 dan beramiz. Gesanglar shu baholar duradi deb yopishtirganmiz. Qog'ozlarni hammasini yopishtirib chiqarilgan. Endi bulardan oz qolganligi munosabati bilan sizlarga 700.000 so'm. Hamda bu o'zlarimizni YouTube'imizni kanalimizga obunachilari, podpischilarimiz uchun baribir bizani bilasizlar, avvalgi videolarimizdan skidka qo'ysak, haqiqiy skidka qo'yamiz biz. Endi bahosini ko'tarib, endi boshqalarni yomonlash emas, o'zlarimizni aytib turibmiz. Haqiqiy skidka. Zararina bo'lsam, o'zini pulina bo'lsam skidka atamiz. Sizlar kelib olishlaringiz arziydan bahoda bo'ladi, xudo xolasa. Keyin yana bu kurtkimizdan ham bor bundan. Qaranglar, bu hozir ko'pchilik yoqib turgan modelda, shu ko'pchilikka yoqib turgan modellar ham men skidka qo'yishni yaxshi ko'raman-da. Endi akkuratniy duradi, skromniy, leshniy narsalar yo'q. Buni razmerlari 52, 54, 56, 58 razmerlari bor. Buni velikani bor. Velikani 60 dan 70 gacha chiqadi. Velikanni 1.200.000, 1.100.000 sotilgan. Sizlar uchun shu videoni ko'rib keldim desanglar, 70 bo'lami, 68 bo'lami, 850.000 so'mdan beramay shu velikanlarni ham, shularni ham hammasini 850.000 so'm. Ranglarini topib berish harakat etaman. Keyin yuqorida yana bunday zo'r modellarimiz bor. Bular 1.200.000 so'mlik kurtkilar. Bularning ham bahosini yana sizlar uchun 850.000 so'mdan. Ranglari bor. Korishniy mana bunday seri svetlari bor, bularning zo'r modellari. Bular ham chiroyli, kapshonkilar ham yaqalatib qo'ysa bo'ladi. Keyin bu katta yaqali bor. Buni ham sizlarga skidka atib beraman bugun. Katta yaqali kurtkilarimiz chiqinman deydi. Ena yaqalar zo'r bo'lib turadi. Yeganda odam yarashadi, kissalar ham zo'r, qo'llar ham manjetli. Yakasini olib qo'ysa tengdam yaqa bor. Bularning bahosi o'zi 1.600.000, 1.400.000 sotilgan kurtkilar. Shu videoni ko'rib kelib, uspet etib olsangiz sizga 1 million so'm ana ketdi. Ne deysizlar, baholarni bizani do'konimizdan, skidkalarimizdan kelib xarid etgan mijozlar bo'lsa, ish ko'rib o'tirganlar bo'lsa, yozib ketinglar. Berganmizmi, olganmisizlar biza desanglar, shu bahoda beramiz-da. Endi yandan keyin undan emasadi, videoda boshqa deb o'tiramiz, beramiz. 1 million so'm ketdi. Keyin kalta kurtkilarimizdan ham assortimentlari ko'p. Yana shu Lasagradalar, kapshonkali, yaqalisi, Rafaello, har xil modellari bor. Endi jaket bo'lganlar ham bor. Bu yerda kaltalarning bahosi 600.000, 750.000, 800.000 har xil. Desanglar razmerlaringiz top bo'lsa, o'zlaringizga yoqsa, bemalol ularning bahosini shu o'zida skidka atib beramiz sizlar uchun. Shu YouTube'dan ko'rib keldim desanglar, shu o'zida qaytib beramiz. Razmerlari topiladi. So'ngra bu kurtki, shu kurtka men hozir trend bo'lib turgan kurtkalardan buni 3 xil sveti bor. Korishniysi bor, qorasi bor, mana bu chiroyli sveti. Bahosini hozir sizlarga o'shin bir shokolad bahoda qo'yib beraman bugun buni. O'zlarimiz kanalimizga obunachilari uchun yana figura chiqib kelgan, zo'r bellar, palto material.
isti narsa, yengil ham isti narsa. Yoqqa solib qo'yiladi, tendam yoqqa bor. Bu 750 minglik bular. Bularni sizlar uchun 600 ming so'mdan qo'yib beraman. Razmerlari bor, kelarasizlar. Bundan soni ko'p. Xudo xolasa yetirib berishga harakat etaman. Razmerlaringiz topilishi uchun maksimal istaram baribir ertaroq kelish harakatlashingiz kerak. Bugun 25-noyabr. Biz shuning uchun videolarimizda srok qo'ymaymiz 3 kun haftada. Kimdir sal kech ko'radi, kimdirning puli sal kech tushadi. Razmerlaringiz topiladi, sal ertaroq kelsingizlar. Keyingi shubalarimizga skidka qo'yib berganman avvalgi videolarimda uzun shubalara. Bu shubalarimizni bizlara vodiy tarafdan, Farg'onadan kelib oldilar. Toshkent taraflari, Samarqand, Andijon hamma dastavkalarni ham chiqarganmiz. Shu videoning oxirida shu klientlarimizni fikr mulohazalarini ham qo'yaman. Baholarini aytib o'tamiz. Bu video uchun ham skidka aytib beramiz. Baholari bular 950 mingliklar bular. 1 million 100 950 minglik shubalarimiz bu yerda. Hozir aytaman sizlarga. İçlari yine dublonkali, ichlari. Shuningdek masalan razmeri 56. Sifati zo'ri. Made in China. Xitoyniki bular chistik. Hammasini 700 ming yo'q, 600 ming so'mdan qo'yib berdim. Yine şu videonu ko'rib kelganlar uchun ham shu 600 ming so'mdan ketdi uzun shubalarimizdan. Hozircha bor razmerlari topiladi. 1XL, 2, 3, 4, 5, 6XL bor, keyin 60'lisi bor, har xil. Hammasini bahosi bir xil. Velikanan ham 600 ming so'm. Endi hozir qolgan kalta shubalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi yana bu kalta shubalarimizni skidga qo'yib berik. Shubani kaltalarning zo'ri, ishlarini ham ko'rsat. Made in China, aynan Pekin, Xitoy originallari, ichi dublonkali, qarishning svetda. Bularning bahosi 650 ming, 600 sotilib turgan shubalarimiz. Bu skidga o'xshasin 500 ming so'mdan ketdini. Sizlar uchun, obunachilar uchun, shu videoni ko'rib kelganlar uchun обязательно videoni ko'rib keldik deb aytib beringlar. Biz bilishimiz kerak. Shu videodan ko'rib, odamlar yetib borib turib videolarimizni ko'rib turibdilar, shundan kelib turibdilar bilishimiz uchun. Shuni bahada ko'rdik deb aytib berasizlar. Qoralari. Hozir modelning qorasi, keyin ham chiroyli model. Bu yil zo'r sotdik. Bundan ham korishniga qora qo'yilgani, qoraga korishni qo'yilgani, bu ham ichida blonkali. Bundan bahosi 500 ming so'm. So'ngra bu yana sal boshqacha raqibi. Yaldirab turadi. Ham o'skin emas, shishib yotmaydi. Qorasi yakas korishni, ana bunday svetlar ham bor, ichida kulrang svetlar ham bor. 500 ming so'm. Undan tashqari bizning do'konimizda chiroyli jaketlardan ham ko'p kelgan. To'y-po'ylar, avervellarga kiymakka zo'r assortimentda toza modellar, jaketlar ham ko'p kelgan. Hali ochilma modellar ham bor. Yuklarimiz yana bu videoni ko'rganingizdan keyin ham bizlar toza yuklagan bo'lib turadi. Xullas, do'konimizda assortiment ko'p. Plashlarni ham yana ko'rsatib bersang bo'ladi. Har xil model plashlarimiz ham bor. Biza avvalgi videolarimizda skidkalarni, keyingi videolarimizda ham qo'shib berishni yaxshi ko'ramiz. Baribir bu videoda, arqa videoda ko'rmaganlar bu videoda ko'rishi mumkin. Shuning uchun like bosib, kommentariyani tarqatib tursanglar, olaman deb niyat etib turganlar bo'lsa yetib boradi. 450 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Mabodo biladiganlar bo'lsa, bilmaydiganlar uchun yangilik 450 ming so'm ichi mixlisini. Gelip bemalol xarid etarasizlar. Tigrlardan ham har turlisi bor. 450, 480, 500, 550 turlari ko'p. Xullas kelsanglar bir qator tushuntirib ko'rsatib beramiz. Keyin paltolarimizdan bir aytib o'tik. Keyin yana bu yakas paltolardan ba'zi bularning ham bahosini sizlarga zo'r bahoda qo'yib beraman. Videoni ko'rib o'tirsanglar. Yana bu yakas paltolar materiallari zo'r, taqir xilisi, xudo xolasa katushka ochmaydi. Yakas kojalisi bor, kojasizi bor. Bularning har xil ranglaridan bor, qora svetlari bor. Bu bo'ylari har xil, buni sal uzunroqi, kaltaroqi, o'rtachasi har turli bo'ylari bor. Xullas, yana bunday chiroyli modellaridan ham oldirganmiz yana. Zo'r turadi, odam giysa va yarashadi. Bular sifatli Pekin mahsulotlari, ishlab chiqarish emas. Tabii yaxshi narsa so'raydilar kelib klientlarimiz bizdan. Yana modellari, turlari dim ko'p. Modellar dim ko'p. Materiallarini kelib bir ushab ko'rsanglar, o'zingiz bilasizlar, sifatli narsa. Hozir baholardan bir qator aytib o'taman. Aytish bilan birgalikda skidka aytib beramiz sizlar uchun. Shuning uchun videoni ko'rib o'tirsanglar, yana bunday chiroyli modellardan ham bor. Max Maradan zo'r modasi. Qora koja qo'yilgan, bordoy bilan qora kombinatsiya etib chiroyli bo'lib turibdi. O'zine yarashadi. Mana bular ham sifatli narsalar, ichlari sirilgan. Baholarini ham hozir aytamiz. Razmerlari bular S dan boshlaydi. S, M, L shunday razmerlari bor. Mana bunday o'zgacha svetlari bor, yana chiroyli svetlari. Bu dizadan tushib turadigan xillari, o'rtacha bo'ylisi ham bor, uzun ham bor. Endi bu uzunlari bu. Bu uzuni bu.
Bu karışni sveti, qarası bordovilar ham bor. Bular modellar har xil, qo'jali, qo'jasiz. Har birisini birma-bir ko'rsatib o'tirsak, video cho'zilib ketadi. Xullas 700-650 emas. Uzun kalta hammasini podryad 500 ming so'mdan. Shu 4 yil palto bizning kanalimiz obunachilar uchun 500 ming so'm ina. Modalardim ko'p, hali bu yerdan tashqari pastlardan bor, paketlardan bor. 430-do'konimiz, ikkinchi do'konimizdan bor bulardan. Gelib bemalol giyib ko'rib, yaqsa xarid etaverasizlar, yaqmasa yechib qo'yib ketaverasizlar. Bizga hech qanday xafagarchilik yo'q. Bergindi yakali paltolardan ham assortimenti ko'p. Sifati zo'rlarini oldirib qo'yganmiz bularni. Bularni hammasining ranglari bor, razmerlari bor, uzuni, kaltasi, o'rtachasi. Xullas baholari 1 million so'm, 900 ming so'm har xil bular. Bu yoqda paltolarni ham ko'rsatib ber. Modellar dim ko'p. Velikani kichisi har tur, baholari esa aytganimdek 800 ming, 900 mingdan boshlaydi. 1,5 2 million, 2 million 400, 2,5 milliongacha bor paltolar. Yasanglar bir qator tushuntirib beramiz. Ko'rmayincha, o'sha ko'rmayincha solishtirib baribir farqini bilish qiyin. Videoda ko'rsatib bo'lmaydi. Keyin qaranglar, bizada 1 dana, 2 dana, 3 danagacha qolgan paltolar ham maksimalniy o'zini puli ham emas, ayrimlarini zararina bo'lsa ham sizlar uchun chiroyli bahoda qo'yib beramiz. Skidkida ish pastda turgan paltolaringiz, ko'rib turgan paltolarni yana bu qora paltonacha hammasini 750 ming so'mdan qo'yib beraman. Bularni 1 million 400, 1 million 200 dan sotganman. Prosta ozroq qolgani uchun, misol uchun ichida yana shu paltolarni, bular zo'r paltolar, qalin, qo'jali. Modalar ham boyna zo'r, sifatli yaqalar olib qo'yiladigan, yaqalarni ham olib qo'yib kiyarasizlar bemalol. Keyingi modellar yana har xil modellar, ranglari ko'p. Xullas, oq, siniy, bunday moloshniy, korishniy svetlar ham bor. Bularning shu qorasinacha 750 ming so'mdan kelib, razmerlaringiz bo'lsa olib ketaverasizlar. Sizlar uchun. Ichida shu yerda bir ozroq velikanimiz bor. Bu katta razmerlar bular. Bularning bahosi 1 million so'mdan qo'yib berdim. Bular 1,5 million, 1 million 800 mingliklari bular. Yana bunday reglanlari bor bular. Katta razmerlar bular. Materiallari zo'r, taqir xillari sifatli, shu svetlarni ham ko'pchilik izlab yuradi. Materiallarini ham ko'rsatib bersang, zo'r, sifatli material. Yaqalar olib qo'yiladi buni. Yaqalarni beklab ham giysa bo'ladi, olib. Bular velikanlari. Yana svetlari. Zo'r svetlar. Shularni 1 million 200, 1 million 300 sotib turadi. Mana sizlar uchun 1 million so'mdan bularni qo'yib beraman. Shu uchun ham zo'r palto, ko'pchilik yeganlar holat turibdi bu modelimizdan. Bemalol kelib, giyib ko'rib, xarid etaverasizlar. Yana bu ko'chadagi narsalarimizni ham sizlar uchun skidga qo'yib beraman. Kurtkalarimizni ko'ring, yaqinroqqa. Ikki anlama giyiladi, jaket ham bo'ladigan kurtkalar. Bular 550 mingliklari sizlar uchun 400 ming so'm. Uzuni bu. Ikki taraflama giyiladi. Ichini ham ko'rsatib beraman. Yana ichini sveti. İçi mokri svet, sırtı açık svet. Yana bu kurtkimizden ham bir sanoqli 5-6 dana qoldi. 48-50-52 razmerlari buni. Buni ham 650 minglik kurtkilar 550 sotib skidkida. 400 ming so'm bon. Razmer kimga to'g'ri kelsa kelib olib ketaverasizlar. Yana bu kurtkini, bu jaket bo'lmaydi uni bor. 300 ming so'm bu. Buni ham razmerlari bor. Keyingi yana bu kurtkilarni ko'ringlar. Bular maksimal kurtkilari. Oqlari bor, qoralari bor. Bularni 250 ming so'mdan kelib olib ketaverasizlar. Razmerlari L, 3XL, 2XL shunday razmerlari qoldi. Keyingi navbatda bu jemplar ham skidga aytib beraverik, bratolar. Bu velikan jemplar bular. Angorka ikki anlama giyiladigan, jaket ham bo'ladi, yaqasi ham olib qo'yiladi. İch tarafini ham giysa bo'ladi bemalol. Kissalari bor. Mana bu uzuni. Bu uzunroq, bu ko'pchilik hajm ommalar ham so'rab yurdi bundan, ochiq svet. Bu jaket bo'ladi, bu ham yaqasi olib qo'yiladi. Ina bu jemper ham zo'r, ko'pchilikga yoqib turgan jemper, xalab turgan. Paltoy safidan giyib yuradigan jemperlar bular. Bularni baholari shu jemperimiz 950 ming, 900 ming sotilgan jemperlar. Bu yerda 3 dana qolibdi. Buni ham hammasini velikanlari uzunlarini 480 ming so'mdan bizning obunachilarimiz uchun qo'yib beraman. 480 ming velikani. Yana bu shubalar ham bor. Bu shubalarimiz endi o'tgan yil sotganmiz bundan. Bu chiqishdan to'xtagan. Ko'pchilik masalan giyib ko'rib, xalab turibdi. O'zi razmerlarimiz yo'q. Eng kichik razmeri bilan eng kattalaridan qoldi. Buni 300 ming so'mdan qo'yib beraman sizlar uchun. Kalta shuba aytib ham
Bu jaket etib ham yangi olinadi, giysa bo'ladi. Bu shubasi ham o'skin emas, chishib yotmaydi xili. Chiroyli narsalar. 300 ming so'mdan korishli svetlaridan 3-4 tane bor. Oyna bu dublonki bor. İki taraflama giyiladigan dublonki bor. İçini ham sirtini ham giysa bo'ladi buni. Polni korishli svetlari bor, serisi bor. Buni bahosini ham 400 ming so'mdan qo'yib beraman sizlar uchun. Bo'ldi 300 ming so'm dublonkini shu videodan ko'rib keldim desanglar 300 ming so'mdan olib ketaverasizlar kelib. Mana bu jempirlar ko'pchilik izlab yuradi, so'rab yuradi bu jempirlar. Qalini ham issiq bo'ladi. Bularning yakalari ham yaxshi qo'yilgan. 550 minglik 450 mingdan kelib olaverasizlar. Turetskiy jempirimiz bor. Sal qimmatroq jempir, chisti Turkiya bu haqiqiy 1 million 200 ming so'mlik jempir bu. 880 ming. Buni o'zini ishqibozlari bor, so'rab yurdim. Buni ranglari bor xil. Bular buni kelib shunday ushab ko'rsangizlar o'zi ma'lum bo'ladi, kasbasi. Dakak bular, chisti haqiqiy Turkiya bular. Sifati zo'r. O'zi duxili jempir, islar ham gap turadi bunda. Keyin velikanlarning gorkalarning kaltalari bor. Jaket ham bo'ladi, ikki taraflama giyiladi, yakasi olib qo'yiladi. Qora, siniy, maloshniy, korishniy svetlari bor. 450 ming so'm bular. Desanglar 350 ming so'mdan beramiz. Kichkina razmerlari bor, 250 minglik ham bor, 300 minglik ham bor. Bularda razmer yozilmaydi, standartına qarab. Kichkina bor, o'rtacha bor, velikan bor. Pullar ham shunga qarab o'zgaradi. Xalatlarimiz ham bor, buni ko'rsatib beraver. Velvetni ichi bambuklari. Mana bu tozagan material bu, adını buni bilinman. Mana bu velvetdan bor, ko'pchilik so'rab yuradi pori bilan. Xalatlarimiz baholari 200, 250 dan 350, 450 har turlisi bor. Yana bu natural kelar bor. Qarasi, qizili, chiroyli svetlari bor odam. Yashili. Mana bu svet ham zo'r svet. Xullas, yasanglar zo'r narsalar bor. Ko'ngllaringiz yoqadigan narsalarni topib ketasizlar. Dvoykilarni turetskiy xili bor. Dvoykina bu. QR kodlar ham ishlaydi. Bemalol tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Sifatlari zo'r. Baholarni kelishib arzonroq beramiz. Kelaverasizlar. Hozir endi ishonda yana arqoyizdan ham ko'rsatib o'tamiz bir qator. Keyin bu gabarroq. Mana bu shuba jaketlarni ham skidkadan qo'yib qo'yibmiz. Bular 200 ming so'mdan qo'yib qo'yibman. Kaltam bo'ladi bu. Kalta ham giysa bo'ladi. Bular o'zi 500-600 minglik jaketlar bular. Prosta oz qoldi. 1.8 qolgani uchun shunday bizning o'zimiz podpischilar uchun baribir kelishini orzudan baho bo'lsin deb. Akkurat narsalar baribir shuba modadan qolmaydi. 1 yil 2 yil to'xtashi mumkin, yana modaga qaytib kelaveradi shuba narsa. Akkurat millari tem bo'lib, bular o'skin emas, sifati zo'r. 200 ming so'mdan kelib olib ketaverasizlar. Podark uchun ham yaxshi variant. So'ngra bu shubamizdan 1 2 3 4 5 qoldi. Bundan desanglar buni 250 ming so'mlar videolarimizda ko'rdinglarmi yo'qmi? 250 mingdan qo'yganman, uzunini ham, kaltasini ham. Ozroq qoldi, kelib razmer bo'lsa, shu 250 mingdan olib ketaverasizlar. Ya bu jempillarni 150 ming so'mdan qo'yibmiz yana sizlar uchun. Skidka atib. Issiq jempillar, yengil issiq, dim qalin emas. Dim qalin emas bular, normalniy qalinligi. Keyin jaketlar bor, gorka ikki alnama giyiladi, o'rtacha velikani bor, kichiklar bor, har xil ranglar, razmerlari bor. Mana shu balani ham yana 250 ming so'mdan beraman desanglar. Jaketlar, kurtkalar, mindiy jaketlar, koja ikki alnama giyiladi. Xullas, bajlarimiz ko'p. Bahosini kelishib arzonroq beramiz desanglar. İçimi xillayına şu an 280-270 dan berib turibmiz kostyumlarni. Assalomu alaykum hammaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Biza shubaga skidka berdik. 600 ming so'mdan da butun shubalarni. Mana yengamiz Farg'onadan kelibdilar, vodiydan. O'zingiz endi razmeringizni top berdikmi, rost ekan? Rost ekan, hamma ishlarda gaplari rost ekan. Kelib bemalol xarid qilaveringlar. Rozimisiz bizlarga? Rozimiz. Yangiza arz edimi? Rahmat, qandoning sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga. To'zdirmoq nasib etsin. Rahmat. To'zdirib kelavergaysiz yana. Rahmat. Marg'ilon. Rahmat. Reklamada ko'rib olgani keldik. Rahmat kelganingiz uchun, ishonganingiz uchun. Sog' omon uyingizga yetib boring. Assalomu alaykum hammaga, bizning kanallarimiz obunachilari, biza shubalarimizni skidka aksiya qo'yib berganmiz. Bizning videolarimizni ko'rib, Qo'ng'irotdan ayapamiz kelibdi. Nechik yengam? Ma'qulmi? Xudoga shukr, ag'ayinlar, men Qo'ng'irotdan keldim. Hamman, Amnaxo'ja magazinning egasi, sotuvchisi. Qanapangiz bilan
Mineki Qo'ng'irotga keşe buna YouTube'dan görüp buna jigit bilen söylesip mineki magazinine keldim. Bugün Xudayga şükür 3-4 mineki kiyimler aldım. Barlığı oydagıday, bizim Qo'ng'irotdagıdaydım, kımbat emes. Mineki 2 milyonun dögörügüne mineki 3 kiyim aldım. Yani qo'shimcha padarkilari var. Avetlendik. O'zlarining hisobidan Xudayga shukr. Bizlarni yaxshi kutib oldi. Kelin, savdasilang. Xudayga shukr, men endi usul jigitdan shin ko'nglimdan minnatdorman. Rahmet, savdanızın bereketini versin. Yaxshi yillarga Nasip etse және kelib turamiz. kutamiz. Yaxshi yillarga Rahmet canım. to'ylarga nasib etsin. Bo'ldi. Omon bo'lin. Rahmet canım, yaxshi. Bo'ldi, paka paka.